Do'stlar, shikolatli paramach haqida eshitganmisizlar? Da do'stlar, to'ppa-to'g'ri eshitdinglar. Shikolatli paramach. Faqat bu haqida ozginadan keyin ma'lumot beraman. Bugun biz paramachlarni og'zingizda eriydigan darajada mazali tayyorlaydigan joyga keldik. Bu paramachlar avloddan avlodga o'tib ketayotgan retsept asosida tayyorlanadi. Ya'ni birinchi bo'lib Aqida onam o'z retseptlari asosida tayyorlashni boshlaganlar. Hozirgi kunda bo'lsa kelinlari Laziza opa davom ettiryaptilar. Bu paramach farshiga faqatgina mol go'shtini lahm joyidan ishlatiladi. Xamiriga ham hech qanaqa margarin emas, balki sariyog'dan foydalanishar ekan. Qani endi bularni tatib ko'ramiz. Boya aytganimdek shikolatlisini oxiriga olib qo'ydim. O'rtoqlar, qaranglar buni ko'rinishini, go'shtlari ham anchagina dobri. Ayniqsa paramachoni firmenli ajika souslari bilan Tohir akam aytganlaridek o'pishib ko'rishyapti. Sariyog' solishganning hisobiga xamiri ham cho'ziladigan emas, og'izda eriydigan bo'pti o'zi ham. Xohlovchilarga xuddi shuni kartoshkali varianti ham bor. To'y va marosimlar uchun tog'ora xizmatlariga ham zakaz olishadi. Ana endi kulminatsion tochka. Mana o'sha shikolatli paramach. Men bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Vau, ko'rinishidan mazasini tasavvur qildinglar-ku o'rtoqlar. Ayniqsa yosh bolalar bu paramachni yeb mazza qilib yorishi aniq. Bu yoqda faqatgina paramach emas, xohlovchilar uchun blinchik yoki mavsumga mos akroshkalar ham bor. Eng asosiysi dastavka xizmatligi ham bor ekan. Sergeli bo'yicha 15 ming so'm, butun Toshkent bo'yicha 30 ming so'm. O'tiradigan joylari ham juda ham akkuratli. Manzil Sergeli 4-bekatning yonginasida joylashgan. To'liq lokatsion Telegram kanalimga joylab qo'ydim.